Hammaga salom bo'lasizlar bular. Men qardim o'ylay. Samuray va bugungi videoda biza juda ham zo'r o'ylaymiz bular. Qarang, bugungi videomizda men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana nimaligini ko'rasizlar. Bu meni o'zimning shaxsiy bog'im. Bu bog'da biz juda ham zo'r ishlar qilamiz hozir. Qarang, bular videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har doim video bo'lasizlar. Hamma shu obunachilarga o'xshab men bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsanglar, videoga tushmoqchi bo'lsanglar, albatta kommentariyaga nicklarni yozib qoldiringlar. Albatta undan oldin men randomni 5 ta obunachimni tanlab olishim kerak. Lekin uning uchun sizlar videoga like bosib, kanallarni barchasiga obuna bo'lishinglar shart bo'ladi. O'sha shartlarni bajarganingizdan keyin men randomni 5 ta eng omadli bolani dursam o'shaman bo'ladi. Yo bola hozir men randomni eng omadli 5 ta obunachimni tanlab olib o'zim dursam o'shaman bo'ladi. Короче, shartlarni tushuntirib o'taman. Dursam qo'shilmoqchi bo'lsanglar, albatta shunaqa shartlarni bajarishinglar kerak. Videoga like bosishinglar kerak. Hamma kanallarga obuna bo'lishinglar kerak va kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim, nicklar yozib qoldirasizlar. Короче, men hozir 5 ta random eng omadli obunachimni tanlashni boshlayman. Mana obuna bo'lib, like bosdim. Bunyodmi, короче, durust tashlaymiz. Birinchi omadli bo'lachimiz, mana durust tashladik. Obuna bo'ldim, like bosdim. Qanday yozib qoldirasiz, durust tashladim hozir. Kommentsiga obuna bo'ldim, like bosdim. Qay ko'ran, Sherali Shodiyevdan durust qo'shdik bo'ldi. Sirasi durust qo'shildi. 3-chi omadli bo'lachimiz mana. Obuna bo'ldim deb yozibdi mana. Durust qo'shamiz buni ham. Obuna bo'ldim, like bosdim. Mahmudni ham qo'shamiz mana. Mahmud 4-chi omadli obunachimiz mana. Mahmudga ham durust tashladik bolalar. Endi obuna bo'ldim, like bosdim. Shahzodga ham durust qo'shamiz mana. Shahzod bizani 5-chi omadli obunachimiz bo'ldi mana. Shahzodga sirasi durust qo'shildi bolalar. Sizlar hammani durust qo'shilmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Короче, videomizni boshladik bolalar. Bizda mana bunaqa qo'limda bolg'a bor. Bu bolg'a bilan любой joyda urib sindirsam bo'ladi. Keyin mana bu yerda menda grill bor. Grill nimaligini bilasizlar bola. Grillni men mana shu yerga qayerga joylashtirishim kerak. Hozir sal to'g'rilab, chiroyli qilib joylashtiraman. Men musorga yonida joylashtirmay, mana shu yerga joylashtiraman. Masalan, bu yerda grillimiz bor. Mana plastik narsam bor. Table. Bu nima deydi? Ustar deyiladi bizda. Bu stol. Stolni mana shu yerga joylashtiramiz. O yaxshi chiroyli turdi. Mana lekin musor tashlaydigan axlat bor. Axlat hidi kelib turadi bilan. O'qit bilan yomon ketadi o'zi ham. Endi kolbasa bor. 1,5 kilogramm kolbasa bor. Kolbasani olamiz. Endi kolbasani mana bu yerga joylaymiz. Bu yerga kolbasani joylab bo'lmasak, oldin pishirish kerak menimcha. Xamir mana shu bilan pishirsa bilan yo'q. Endi wait for hot dog. Men hot dog pishdi. Hot dog pishishi kerak ekan polnosti. Perfect bo'ldi. Kuyib ketmasa yana. Hot dogni pishirdik, betga qo'ygan. Hot dog ekan. Hot dogda kolbasa ham sosiska bir nima. Wait for customer deyapti. Bizda $47 so'rayapti. 1,5 kilogrammni $47 bo'ldi. Sotamiz $47. Olib ket. $107. Amirchikam bor aytgancha bolalar bu o'yinda. Shopga o'tamiz. Shop emas, go'shtga o'tamiz. Biz go'sht sotib olishimiz kerak. Hot dog bor, anaqa steak bor ekan. Men uni olamiz, steak. Men uni olaman, undan bundan. Ko'proq men olay. Nima? Steakni bilaman. Qani endi qaytamiz. Bitta biza $1000 tekinga berdi menga. Yaxshi. Qani men ularni pishiramiz grillda. Grillda tez pishirish kerak. Tez pishirish uchun bizga albatta 2-3 ta grill kerak bo'ladi. Long grill beralik 14 Robuxga rad qiling. Pulim yo'q hozir plastikimda. Короче, bo'ldi. Mana bu yerda zonalarni ochishimiz mumkin. Nima berdi menga yana? Gruppaga qo'shilsang beraman deyapti. Gruppaga qanday qo'shilaman? Bu kim bu? Maskotmi? Короче, $100,000 ga biz yordamimizni kattalashtirishimiz mumkin. Mana bu yerda biz bundan ham zo'r narsalarni qurishimiz mumkin. Hali ko'rasizlar, mana tayyor bo'ldi. Buni bu yerga joylashtiramiz. Endi buni pishiramiz. Tez pishir. Endi bunga hozir ana kelishni kutishimiz kerak. Qani? Kelyaptimi bizda? Mana keldi. $200 ga so'rayapti. Yaxshi. Bu nima deyapti? Mana nima so'rayapti? Itga beraman debdi. It so'rayaptimi bu? Yo'qole, nima u? Maskot. Ikkita narsa qo'ysa bo'ladi. Mana ikkita narsa pishiramiz. Mana nima yurgan? Hayvonlar tushunmayapman endi. Chiqqan yerdan chuchqa yuribdi, nima yuribdi bu yerda. Mana otish uchun $100,000 kerak. $100 ga so'rayapti. Mayli, $100 ga sotamiz. $100 bo'lsa $100. Cho'tka pishirishimiz kerak. Atak to'xtaylar, mavzularni ko'p keladi. Birov kimdirlar zonalar va dashad ekan. He wist cook. Nima? Obunachilarim 36 kilogrammlik bir nima pishirgan ekan bu. Bu zunazda nima qilib tashlagan? Bilet. 2 kilogrammli diamond
bir nima pishiryapti. Aytdi, stullar ham juda ham ko'p ekan buni. Men grilllar, mana grillni qaranglar, men orzu qilaman shunaqa grillim bo'lishini. Qani qaytdigimni qarchi. Ey, tegma ko't. Bilar, bilar kuyib ketdi. Bilar bolalar kuyib ketdi. Bilar 4,5 kilogramlik kalbasani qaranglar. Ekmek ana kalbasani qarang. Kuyib ketgan men go'shtni sotaveribman menga $150 mashinaga qilib. Mayli. Kuyib ketibdi bizaniki ham. Men kalbasa kuyib ketmadi. Kalbasani kattaligini qaranglar. Mana yerda keyin cook time deb kuchaytirsa bo'ladi, keyin eat time. Cook time deb kuchaytirsa bizada tezroq pishirar ekan. 4,7 kilogramlik. $89. Shuncha katta kalbasani $89 so'radi. Ko't ekan-ku bular. Mana nima? It berdimi menga? It so'rayapti, qarang. Pishsin. Hala och ekan. Yo'q, qanaqa it. After-sale on, after-sale off qo'yda so'raydi mana. Mana qo'yamiz. 1 kilogramlik yana go'sht. Mana qanchaga so'rar ekan hozir ko'ramiz. Klient kelsin, klient qayerdan kelgan? Klient osmondan tushar ekan. $300 ga so'rayapti uni qara. $400. Nima men pulim ko'paymaydi, ko'payibdimi? Tushunmayapman. Men o'rtadagi nima eng qizig'i? To'xtanglar, men tushundim. Videomi birov debdi. Da video bo'ldi. Video. Men mencha itlarni mana yerga olib kelish kerak. It sotib, it olib turib mana shu yerga nima qo'ysa bo'ladi. Bitta nima bor, bitta nima bor. Bo'la 100 ta it kerak ekan. Yo'q, bizda 100 ta itga hozir pul yo'q. Men sotarishga $400 ga. Yaxshi. 2,5 kilogramlik nima bu? Steak bu. Steakni sotaveramiz. $2200 pulimiz bor. Shop ko'chishimiz kerak. Biz endi grill olishimiz kerak. Grill, long grill nima? Mangami? Degan. Men pishdim. Qochay basharang uraman men. Men pishdi, shop o'tamiz. Tables, totemiz, Jeers grillless, smokers. Yo'q, bizga grill kerak, uzun grill kerak o'zi ham. Lekin bizga unga pulimiz yo'q. Mana shuni olib turamiz, mana yerda go'sht olamiz. To'xtab turdi. 1000 qimmatini olgansan-da sen. Bundan nima deyman? Bulardan stokda yo'qmi deyman-da. Bermayapti nimagadir. Yo'q, oldim. Qotyapti-ku o'yini. Mana bitta olamiz. Yaritib o'tamiz. Qani meni grillim. Grillni maniga qo'yamiz. Nima? Mana dangitra 2,5 kilogramlik bir nima. Oppa, $200 ga sotaveryapmiz yana. Mana go'shtni, steakni. Steakdan keyin mana uni ham day. $270. Qaysini pishiryapsan sen? 2,5, men 4,5 kilogramlik kolbasa pishirdim, lekin $89 tozindi. Amis zonasi mabetdi ekan, yaqin ekan-ku ikkalamizniki. Nima sen 4 kilogramga nima anaqa qilyapsan? Chiroyli qilib qo'yibsan-a, bular nimangga? Malatsi, men bitta qo'yapman-da. Turka? Turka deysanmi? Dahshat-ku. Mana olaylik-da. Mana shu tableda qattiq qo'ysan bular. Mana shu yerga chiroyli qilib qo'yib qo'y. Nima deyapsan, Zaynob? Ha? Ha. Tushunmadim gapingga. Ha. Pulini mushur qilib beradi? Qancha qilib berar ekan? Yo, 1K ga sotmas. Bilan kuyib ketdi. Vayn, sen kallang o'rayin deb bo'lish. $2,300 ga so'radi. Ko'ramiz. $2,500 bo'lsa demak kamaymagan. $1,700 ga so'radi. Mana-ku, pulim joyida keldi. Go'sht olayda yana. Qimmatini olaman, $500 gidan. Lekin bundan qimmati bormi? Bu yerda 5 kaligi bor ekan. 5 ga pulimiz yetmaydi afsuski. Mana undan ko'proq olamiz. Qolganiga mendan bitta olaman. Day, ketdi. Mana shularni pishirakda. Qochmas, men grill pishiradiganim. Mana olamiz. 5 kalikdan bittani olsam ham bo'lardi lekin, atak. Bunga tegmadi. Mana pishiramiz. Tashida. Mana sotamiz. Yaxshi, klientlar kelsin. Ko'ramiz. $1000 ga so'rayapti. Dahshat, sraz olinglar $1000 ga. Pishib sotar ekanmiz. Qachon pishib bo'ladi eng qizig'i? Voy bila. $3,800. Oy bila, $3,800 ga sotyapman men uni. Endi biza betga hozir zo'r grilllarni olamiz hozir.
Oy, bunisi boshqa gap. Shop ko'takchi. Long grill olaymi? Pizza oven bir nima, long grill olaman. Bola long grill oldim. Voy nihoyat. Oy oy oy. Uzunidan oldim. Chiroyli taxlab qo'yaman mana shu yerga. Oppa, yaxshi. Long grill o'tga joylashtiramiz. Long grillga mana bitta bundan qo'yamiz. Oho, bunisi boshqa gap. Ikkitasini aytib pishyapti. Nima kerak? Sen ham pishganni yemoqchimisan? Senga sotmayman. $2,500. Mana kattaligini qara. Mana kattalik qachon pishiriladi? 10 minutdan keyin boshlanar ekan. Ko'rdingmi? Grillga sig'mayapti. Mana ikkalasi pishib bo'ldi ishi. Oppa, bunisi boshqa gap. 2,5 ga. Endi biza shopdan anoni olishimiz kerak. Men короче hozir table olaman. Mana kattarog'i bor ekan. $200 ga kichkinarog'idan olaman ekan. Anom geldi. $200 kichkinarog'idan olaman. Table plastik. 5,000, 3,700. Mana o'tgan bittani qo'yamiz. O, yaxshi, bunisi boshqa gap. Mali pishib bo'lmabdi, qo'yganlar. Kattaligini ko'rasiz. Oy, mana qara. Voy, bile kattaligini ko'rasan. Menga joylashtiramiz. Mana qo'yamiz. 4,5 kilogramm. 4,5 kilogrammlik go'sht короче. Voy, bir nima sotib olibman. 1,5 kilogrammlik mana bir nima ham bor ekan. $8,500 go'sht. Mana kichkina go'shtim tayyor. $4,500. Oy, oz mana ham pishib bo'ldi. Men senga 6,5 kilogrammlik $10,000 ga so'radim. $3,700 kichkinasini olyapti. 6 kilogram. 6 emas, kilogramm qo'y. Kilogramm emas, kilogramm. Qancha? $6,600. Kam-ku? Yo'q. Demak ko'yibdi. Bermayman undan. Va qimmat go'sht oldi, mana bu dahshat bor ekan. Men voy, bile dahshat go'sht oldim. Men olib bilmayman. Yana grill olaymi? Gaz grill bor ekan. Totem bor ekan. Bular nima totem? 10 kelgan totem olsa bo'lar ekan. Mana shu totemdan bitta olaydi. Yaratib o'tamiz. Mana totemni qo'yaman. Mana totem qatga qo'yaman. $5,000 so'rayapti. Dinayka 6,600 ga bermadim, senga beramanmi? Bu nima bu? Bilasiz, salt and pepper totem. Bu nima qiladi men qizlar? $5,000 ga so'rayapti. Dal qo'yibmi bular? Grillga qo'y buni. Jinni ekanda bular. Mana nima qiladi, shunga tushunmadim totem. Mit ko'tamiz, go'sht sotib olishimiz kerak. 5 kalikni ikkita sotib olaman. Yaratib o'taman, bundan ham pishiraman. Kattaligini buni. Voy bilat, biznes. Qancha so'rayapti bu? $6,300. Bila, sotib olmoqchi edim. Ko't. Mana kattaligini qara. Bila, men pishib kuyib sharmanda bo'libdi. $5,700 ga bermayman. Qimmat. $5,000. Voy bila, yaxshi arzon so'rayapti ular. Day, tezroq. Kelinglar. Day, qimmat so'rang. $5,000 nima? 10 qiy, olasan sen qiy. $1,500 puling bor. $6,700 normalni $6,700 ga sotyapman. $400 ga bile mana qimmat go'shtim $400 ga ketyapti-da. Men kuydirib yuboribman. Esimda tushib qo'yganim. $100? Mana kichkinasi pishdi. Mana pishdi, kichkina emas ekan bu. Voy, bile 4,5 kilogrammlik pishibdi. Uni ham qo'yamiz. Kelinglar, kelib qolinglar, olib qolinglar. $50,000. $50,000 so'rayapti. $50,000 so'rayapman. 78,000? Voy bilat. 78,000? Kichkinasiga mana 1,5 kilogramm 78,000. Mana unga kattasiga 50,000. Voy bilat, nima olaman men hozir? Pizziz ani bola grill olaman bunga. Endi 60 kalik go'sht olaman bola, 60 kalik go'sht. Fuy, bile $58,000 bor. Bile dahshat ekan bu. Bile mana kichkina go'sht bo'lsa ham vaqt dahshat berar ekan. 136 ga pulim bor. Ha, sotamiz. Ketdi go'shtga. Qanaqa go'sht olamiz? Demak, 60 kaligidan ikkita olaman. Qolgan 16 kaga 12 kaligidan bitta. Ha, shuni olaman. Bo'ldi. $25,000 ga so'rayapti mana musirini. Mana qo'yamiz. Mana ham qo'yamiz. Bunisi boshqa gap. Mollar pishirib, buni pishishini qara. Buncha sekin. Bular nima bular? Bular pishish uchun menimcha bular dahshatidan narsa kerak, grill kerak, kattaroq grill kerak. Hozir 5 minutdan keyin ana boshlanadi event. Grill bolalar, grill eventni bilmadimmi? Endi ko'proq pul so'rasa kerak mana ular, ko'proq soqqan.
Da shopga o'tamiz. Kattaroq grilllar bormi? Gaz grill bor ekan, bilad, gaz grill. Bu 125 ming dollar ekan gaz grill. Men qimmat go'shtlarni pishirishim uchun qimmatroq grill olishim kerak-da, bolalar. Bo'pti, mayli, hozir pishsinchi, qolganini ko'ramiz. Mana shular pishishini kutamiz, bolalar. Bizning qimmat go'shtimiz kuyib ketibdi, bilad. Voy, bilad, kuydiryapman. Mayli, necha bolalar. Men ikkalasi pishsin, qimmatroq shu-da. Men qancha 58 kuygan go'sht 58 ming dollarga so'ragan qatta bor. Mayli, necha bizga farqi bo'lar kiygan edi, kuymagan. Nima qilib o'tiribdi? To'poy miya. Hamma videoga like bosib qo'yganman, qo'shsin endi. Ana, fast ruzuvi, o'zdirajamda-ku. Ma, tashlam ruzi. Tashladim fast ruzi. Videoga like bosgan, like qo'yganlar hammani ruzi tashlayman. Tezroq kuchayish uchun ma'ni kuchaytirish kerak-ku, bilad. Voy, event boshlandimi? Voy, bilad. Mana go'sht beribdi menga. Bersa bilan? Berib emas ekan. Mana tez pishsin. Tez pishishini kutyapman bolalar. 46 ming dollar pulimiz bor. Demak, ana hozirga shu sotib 2 ga yangi grill olamiz. Dahshatdan bolalar, sizlar ko'rmagan, hali pishirib ko'rmagan grill tashlab olasiz. Bu buni qo'yib bo'lmaydi, buncha katta go'sht. Dahshat ekan lekin. Bolalar go'shtlarimiz anaqa pishirildi. Bularni hamma me'yorda pishiramiz. Kuydirib olish shart emas, qimmat ekan deb bilan joylashtiramiz. Voy, billo. 310 ming dollarga bolalar, 510 ming dollar, 310 ming bilan 510 ming dollarga ikkita go'sht sotyapman. Voy, billo. Bolalar pizza ekan bularga. Hozir dahshatdan grill olib tashlayman-ku. Mana ikkalasi menga nihuya kerak emas. Bu grilllarni sottar musirga tashlayver. Uy. Ikkita grillim musirga tashlayverdim. Men grillim kerak emas o'zi aslida. Men hozir ikkala sotyap bo'lib dahshat ish qilamiz. Mana grillni ham olamiz, bu grillni ham musirga tashlayveramiz. Bo'ldi, bolalar, gazda pishiradigan grill olamiz. Jiddiy ham tez pishadi, dahshat bo'ladi. Hozir ko'rasizlar, yomonidan go'sht olamiz, go'shtni pishirib daxoya millionga sotamiz. Qani 10 sekund bularni sotib olish juda qiyin ekan. Nima hozir paketga solib beraman, qora paket, oq paket, qanaqa paketga solib beraman. Go'shtinglar olinglar, bu sveji bu. Hozir kim molni go'shi, вообще mazali, shirin, steak pishirib mazza qilib yesanglar ham bo'ladi. Gap qilasizlar bolalar, qarang mana nima. Bo'l, 869 ming pulum bor. Yo'q, grillni yomonida olaman. Long gaz grill bor ekan 750 ming dollarga. Olayım shundan. 750 ming deydi, oldim. Go'sht o'tamiz. Endi qimmatroqni go'sht olamiz. Qimmatroq 60 kaligidan. Bilas, stok yo'q ekan. Mana ham stok yo'q ekan. Bilasda qimmatroq 35 sekunddan stok keladi. Aslan qilamiz. Shungacha men grillimni joylashtirib turay. Billa grillni zo'rligini qaranglar. Fuy, billat. Grillga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta gazi bor. Mit go'shtni ko'ramiz hozir. Stok 15 sekunddan keyin keladi go'shtga. Mana nima, ha? Men qo'lidagi go'shtga qara. Men qo'lidagi go'shtga qara. Endi nima bu? O'yin bilan teng-ku go'sht. Yo, cheater. Ko'tlar cheaterlar, voy bila. Stokda. Yo'q, dani qimmat go'shtlar. Arzon go'shtni olib sotib turaveramiz, bolalar, vaqtinchalik. Voy, bila, go'shtingni olib tur, pazalista do'stim. Go'shtingni olib tur. Pizdiz ekan, ha? Kuk qilamiz. Ikkita sig'argan faqat bu yerga. Gazda qo'lning grill. Qarich bo'ldi. Bitta ustarlarni, stollarni kattalashtirish kerak. 250 ga restoran table olamiz. 250 ga qo'ysak hozir. Nolab pishib bo'lsin-chi. Qani, yarimi bo'ldi, pashti yarimi. Lekin ana bolaning qo'lidagi go'shi bor-ku, pizdiz ekan. Amirchikda 2 ga puli bor. Men 179 qa puli bor. Qaysi bola bu? Mana shu bola shekilli. Mana bola. Obunachim bilmayman. Mo tayyor. Bahodirovniki 14 million puli bor ekan. 118 mingga so'rashyapti. Menga sotmaymiz. Keyingisini ham so'raylar, davay tez sotib yuborak. Qanchaga so'raysan? 167 mingga, normalniy.
Nonni qo'yamiz. Nonni ham qo'yamiz. Yaxshi, bu ikkalasini ham pishirchi. Itlar so'ramaylasizlar, itlar. Nima debdi? Video ketyaptimi? Video, ha. Bo'ldi, sotardik. 250 kalik ana table'da olamiz. Qani pulimni berdingiz? Yaxshi, 250 kalik mana table'da oldik. Keyin mana ikkalasini dang ettiramiz, musulga tashlaveramiz. Restoran table'da o'tga qo'yamiz. Cho'lli qilib. Hop, biz boshqa gap. Mana ikkalasini musulga tashlaveramiz. Video aylanib yozuvchilar, nima yozuvchilar. Ikkalasini ham olamiz. Grillet. Navbatga bitta. Ana buni ham tashlaymiz. O yaxshi. $30,000 ga so'rayapti onani. Biz gazda qurilgan. 5 kilogramm. 5 kilogrammga qanchaga? 512 ga so'rayapti. Bular dahshat pulga so'rayapti. O'zi arzonmi? 5. Tushunmadim. O'qidim. Endi boshlandi shekilli. Totem shop restock. $680,000 pulim bor. Qani endi stokda normalniroq yo'q, go'sht. Shopga boraychi, totemdan nima bor? Totemdan nima bu totem? Mana shu totemdan bitta qo'yaychi. Mana shu totemdan bitta olamiz. Jir. Keyin bitta table smoker to'xtab tur. More room cook slightly faster. Long smoker nima bu smoker shunga tushunmadim. Grilldan qimmat grillda ko'rdim. Gaz grilldan pizza oven. Long gaz grillda deb olaymi? Grillda yana bitta oldim. Mana kuyib ketibdi bilay Zaynab. Biznes katta. Yo'q, arzon so'zchi. So'rasinchi ko'ramiz. Bu kuyib ketganini kuydirib yuboribman ko'zga o'xshab. Qancha? $200,000? Bilay, arzonda. Bilay, xato qilib qo'ydik-da bilay. Totemni qo'yib yuboray joyiga. Totem mavitga qo'y. U totemni qo'y. Grilldan antiga qo'yishimiz kerak. Mana grill. O, chiroyli bo'ldi. Run for Brennotga o'yin grill o'ynaymiz. Run bir nima? Nargisiga klient kiymayapti-ku. Kattasiga hali klient kiymabdi. $310,000. $310,000. Qayerga chiqding? Tepaga chiqma, tupoy totemimga tush pastga, chiqma totem ustiga. Kutmisan yoki? Juda bolalarga. Pishiradigan vaqtda kuchaytirish kerak ekan. Yaxshi, salqin pishirtirdik. Mana sotaveramiz. 700 ga pulimiz bor. Nima deydi? Day. Qanaqadir o'yinga kiriladi deyapti. Mana ham qo'yamiz. Sotaychi bulardan hammasini go'shtga kerak. Go'shtga stokga 20 sekund qoldi. 85 ga so'rayapti. Bunda qo'yganlarga kelib qolinglar. Bizda go'shti tayyor. Shirin go'sht $204,000. Bunisi boshqa gap. Gazda qovurilgan, gazda pishgan mazali-da go'sht ham. Davay, bu qancha? Keyingisi qanchaga? $400,000 ga ham shunga sotilyapti. Normal uni ham sotaveramiz. Bularni ham sotaveramiz. Davay. Qancha pulimiz bor shunda? Mana sotilsin. Bo'ldi, короче, mana shu yerda videoni tugataman. Ko'rgan bo'lsangiz, normalniy qilib ko'rdik. Buni ikkinchi qismini chiqaramiz. Hozir videomiz vaqti cho'zilib ketibdi. Короче, bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelada ko'rishguncha xayr.